Mix Avtobus bu kanalda rekord narxga Volkswagen Tower mashinamizni crossover. O'tgan mashinangiz biza просто Spark puliga beraveramiz. O'tgan mashinangizni suyaklari but-butun. Mashinamiz motorlari 3.2 объемda, propanlari bor. Motor, korobka ходовой zo'r holat. Juda ham arzon narxga Captiva izlab yurgan akalarga tashab qo'ysa, zato inomarkali bo'lib qoladi. Xo'p, mashinamiz 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, korosili, gazga ruxsati bor. Mashinamizni 2025-yil ishlab chiqarilgan. Libboy mashinangizda ustunlik tarafi juda ham ko'p. Mashinamiz avtomat korobka. Xo'p, probeglari 450 ming probegda ekan, salonlari zo'r holatda. Mashinamizdan 4 ta baloni ham tortadi, oldi ham, orqasi ham. Mashinamiz orqa saloniga bitta e'tibor bering. Hozirgi Libboy Gentrace'dan saloni juda ham zo'r. Xo'p, чистый кожа, korosili, аккуратный salon. Xohlasa segini oching, xohlasa ustini oching. Bu mashinamizda 60 talik propanlari bor. Ko'rayotgan mashinangizni qaysi tur kanalda 8900 dollarga ko'rdim. Mix Avtobus bu kanalda 5550 dollarga berib yuboraman desam ishonasizmi? Keyingi balonlari bilan. Shunchaki bunga zapchast juda ham ko'p. Ko'rayotgan mashinangizni ham bilamasini butun Qozog'iston yaxshi ko'radi. Mix Avtobus bu kanalini Telegram va Instagram kanallariga obuna bo'lib qo'yasiz. Mix Avtobus bu kanalda rekord narxga Volkswagen Tower 2004-yilda ishlab chiqarilgan motor, korobka ходовойлari zo'r holatda. Bunaqa narx hech qaysi kanalda yo'q. Mix Avtobus bu kanalda rekord narxga 5550 dollarga sizlar uchun berib yuboramiz.